Shunga o'xshash voqea Ibn Suhnun bilan sodir bo'lgan. Ya'ni uni xizmatchisi oldiga kelganda 1 soat bandman dedi xizmatchisiga. So'ng xizmatchisi o'zi ovqatni yedirib qo'yadi ozgina vaqt o'tgandan keyin. To bomdodga azon aytilguncha u kishi mana shu ilmiy ishlardan to'xtamaydi. Bomdodga azon aytilgach, ey ummu mudom ovqatingni olib kel deganda xizmatchisi aytadilarki, Allohga qasamki, uni sizga yedirib qo'ydim deydi. Uka, ovqatni olib kelchi. Uni allaqachon sizga yedirib qo'ydim. Assalomu alaykum do'stlar, Ming kitob tahlil loyhamizga xush kelibsiz va nihoyat biz 12-kitobga yetib keldik. Ushbu kitob Abdul Fattoh Abu G'udda tomonidan yozilgan Ulamolar nazdida vaqtning qadri kitobidir. Demak, biz boshladik. Videoni boshlashdan oldin esa o'tgan video joylangan vaqt kanalimiz a'zolari 285 ta edi, hozir esa 585 taga yetdi. Shuni eslatib qo'ygan holda barcha yangi qo'shilganlarga tashakkur aytgan holda videoni ko'rib obuna bo'lmaganlarga kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlarini iltimos qilamiz. Albatta bu ishlarning orqali sizlar videolar ko'pchilikka yetib borishi va ko'plar bu kabi foydalardan bahra olishiga sababchi bo'lasizlar. Demak, ushbu kitobni menda 2024-yilda Toshkentda nashr qilingan nusxasi turibdi. O'zi umuman bu kitob nima haqida deydigan bo'lsak, kitob nomidan ham ma'lumki, kitob ulamolar nazdida vaqtning qadri, ya'ni ular vaqtni qanchalik qadrlashgan, undan qanday foydalanishgan, ulamolar qanchalar ko'p asarlar yozib o'tishgan, shular haqida sizlarni tasavvurlaringga sig'maydigan darajada sizlarni shokka solib qo'yadigan ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Buni eshitib 100% aminmanki, albatta shokka tushasiz. Demak, kitobdan oladigan birinchi foyda bu halok qiluvchi nadomat. Demak, halok qiluvchi nadomat bu nima? Xullas, avval o'tgan soliqlar shunday bo'lishganki, birorta vaqtni siz behuda ishga sarflab qo'ydingiz va o'sha sarflagan ishingiz uchun nadomat chekishingiz ularning nafsida halok qiluvchi nadomat hisoblangan. Sababi u ishga nadomat qilayotib siz hozirgi vaqtingizni yo'qotyapsiz. Tasavvur qilyapsizlarmi? Ya'ni vaqtni qadrini ular shunchalik bilganki, shu narsalarga ham e'tibor qilishgan. Keyingi foyda esa Abu Hanifa rahimahullohning shogirdlari Abu Yusuf hayotlaridan olingan. Hammamiz bilamiz, Abu Hanifa rahimahullohning ikkita eng yaqin shogirdlari bo'lgan. Biri Abu Yusuf bo'lsalar, keyingisi Muhammad Shayboniy bo'lganlar. Mana shu Abu Yusuf rahimahulloh hattoki o'g'illari o'lganda u kishini kafanlash va dafn etish marosimlariga ham bora olmagan ekanlar. Bunga sabab qilib esa ular Abu Hanifaning darslaridan qolib ketishni aytgan ekanlar. Tasavvur qilyapsizlarmi? O'g'illari vafot etganlar. U kishini kafanlash va dafn marosimlariga ham bormaganlar. Ya'ni aytganlarki, mana shu Abu Hanifadan rahimahullohdan birorta bir ilm ololmasdan keyinchalik nadomat qilib qolishdan qo'rqdim deganlar. Tasavvur qilyapsizlarmi? Ular qanchalar bir vaqtni qadrlaganlar. Kitobdan oladigan keyingi foyda esa bu Ubayd ibn Yayishning gaplari. Ya'ni u kishi shunday degan ekanlar: 30 yil kechalari qoyim bo'ldim. Ya'ni kechalari uxlamaganlar. 30 yil kechalari qoyim bo'ldim. Tunda biror marta qo'lim bilan ovqat yemadim. O'rniga singlim yedirib qo'ydi deganlar. Tasavvur qilyapsizlarmi? Ular ya'ni nimaga qo'llari bilan ovqat yemagan? Kasal bo'lganlari uchunmi? Yo'q. U kishi shunchalik ilmga sho'ng'ib ketganlarki, qo'li bilan ovqat yemaganlar. Shunga o'xshash voqea Ibn Suhnun bilan sodir bo'lgan. Ya'ni uni xizmatchisi oldiga kelganda 1 soat bandman dedi xizmatchisiga. So'ng xizmatchisi o'zi ovqatni yedirib qo'yadi ozgina vaqt o'tgandan keyin. To bomdodga azon aytilguncha u kishi mana shu ilmiy ishlardan to'xtamaydi. Bomdodga azon aytilgach, ey ummu mudom ovqatingni olib kel deganda xizmatchisi aytadilarki, Allohga qasamki, uni sizga yedirib qo'ydim deydi. Uka, ovqatni olib kelchi. Uni allaqachon sizga yedirib qo'ydim. Yo'q. Kitobda meni hayratga solgan alloma bu Ibn Jarir hisoblanadilar. Mana bu kitob bu 110 bet hisoblanadi. Yulduzlar manga yo'nadi, Tog'ay Murod tomonidan yozilgan. Buni yarmi 55 bet hisoblanadi. Ulamolar nazdida vaqtning qadrida yozilishicha, Ibn Jarirning yozgan asarlari shunchalik ko'p bo'lganki, u asarlarni nomini o'zi 56 sahifa bo'lgan. Tasavvur qilyapsizlarmi? Mana shu kitob bo'lsa, bu butun kitob. Shuni yarmicha keladigan, mana shu yarmiga
faqat Ibn Jarirning asarlarini yozsa mana shu yarmi to'lar ekan. Bu hayratlanarli darajada ko'p asar yozganligidan dalolat beradi. Bu hech qanaqa bo'lmagan gap yoki fantastika emas. Bu haqda juda ham ko'p dalillarni keltirib o'tgan, kitobni o'qish orqali bilib olishlaringiz mumkin. Xuddi mana shu olim Ibn Jarir shogirdlariga aytgan ekan. Ya'ni men Qur'onni tafsir qilmoqchiman deganda shogirdlari necha sahifa bo'ladi degan ekanlar. Shunda 30,000 sahifa degan ekanlar. Tasavvur qilasizlarmi? 30,000 sahifada Qur'onni tafsir qilmoqchi bo'lganlar. Shunda shogirdlar aytganlarki, buni biz o'qib tugata olmaymiz deyishganda 3000 sahifaga tushirgan va o'shani 283-yildan hijriy 290-yilgacha, ya'ni 7 yil ichida Qur'oni Karim tafsirini 3000 sahifada yozib qoldirganlar. Ibn Jarir yana odam atodan boshlab hozirgi kungacha bo'lgan olam tarixini yozmoqchiman deganlar. Shunda shogirdlar yana bu qancha sahifa bo'ladi deyishganda 30,000 sahifa deb javob berganlar. Shunda yana shogirdlari buni o'qib chiqishga bizni umrimiz yetmaydi deyishganda, shunda Ibn Jarir inna lillah, himmatlar o'lib bo'libdi deganlar va uni qisqartirib 3000 sahifada yozganlar, ya'ni tarix kitobini. Ikkala kitoblari ham hozirgacha yetib kelgan, ammo to'liq emas, qisman yetib kelgan. Hozirgacha, ya'ni tafsir va tarix degan Ibn Jarirni kitoblarini topish mumkin. 40 yil davomida inson bir tekisda 40 varoqdan narsa yozishi mumkinmi? Ibn Jarir shunday inson bo'lgan. Xatib aytadi, Simsimidan eshitdimki, Ibn Jarir 40 yil davomida har kuni bir tekisda 40 varoqdan narsa yozgan. U 86 yoshda vafot etganlar. Shunda shogirdlari u kishi vafot etgan sanadan balog'at yoshini ayirganlar, ya'ni 14 yilni ayirganlar. Shunda 72 yil qolgan. Shunda hisoblab chiqqanlarida 72 yil har kuni 14 varoqdan yozgan bo'lib chiqyapti. Ya'ni bu degani 358 ming varoq qo'lyozmalari, mana shu ishlar, yozgan asarlari shuncha bo'lgan. Tasavvur qilyapsizlarmi? 358 ming varoq. Bu degani, agar biz ularni 300 varoqli kitob deb tasavvur qiladigan bo'lsak, Ibn Jarir 1193 ta kitobga yetadigan narsa yozib qoldirgan. Bu shunchaki tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada ko'p miqdor. Albatta, ularni shunday umrlarini bir fayzi bo'lgan, barakot, Alloh tomonidan barakot berilgan va shuncha asarlar, shuncha narsalarni yozib qoldirgan. Bekorchilar bilan suhbatlashishdan panoh so'rayman. Ha, bu so'zlar Ibn Jaziyga tegishli. Tasavvur qilyapsizlarmi? U kishi Allohdan bekorchilar bilan suhbatlashishdan panoh so'rayman deb duo qilganlar. Hozir bizda duo qilib Allohdan nima so'raladi bilasizlarmi? Topganing to'yga buyursin deydi. Ya'ni topganimiz to'yga buyursin deydi. Nima degani? Bu yerda Ibn Jaziy bekorchilar bilan suhbatlashishdan hattoki Allohdan panoh so'rayapti. Bizda shu duo mashhurki, o'ylashimcha bu eng mashhur duolardan biri. Ya'ni topganimiz to'ylarga buyursin, topganing to'ylarga buyursin. Bu nima degan gapda bu? Mana shu narsa biz va avval o'tgan salaf solihlar o'rtamizdagi farq. Ular hattoki Allohdan nima so'rashda ham bizdan ko'ra saviyaliroq insonlar bo'lishgan. Keyingi hikmat bu Fuzayl ibn Iyozdan. Fuzayl ibn Iyoz shunday deganlar: bu jumadan keyingi jumagacha aytgan gaplarni sanab bera oladigan insonlarni taniyman deganlar. Tasavvur qilyapsizlarmi? Ya'ni ular shunchalik kam gapirgan, faqat kerakli gaplarni gapirib, o'z ishlari bilan mashg'ul bo'lganki, bu jumadan keyingi jumagacha aytgan gaplarni sanab bera olgan. Bu narsani biz to'g'risi tasavvur qilishimiz qiyin. Ya'ni kitobda yoziladiki, undan tashqari salaf ulamolari do'stlariga nasihat qilayotganda, meni oldimdan ketayotganlaringda bitta-bitta bo'lib ketinglar. Shoyatki Qur'on o'qib ketsalaring, agar birgalashib ketsanglar, ortiqcha gap ko'payadi deganlar. Tasavvur qilyapsizlarmi? Ular qanchalik vaqtni qadriga yetganlarida, buni hozir biz o'qib, buni to'g'risi men shokka tushimda, shu qadar vaqtni qadriga yetganki, buni qiyin xullas, bizni hozir davrimizda tasavvur qilish qiyin. Mana bu qalam qirindisi, ya'ni hozirgi davrdagi qalam qirindisi. Ibn Javziy vafot etishlaridan oldin, vafot etganimda qalamlarimdan qolgan qirindilarga meni yuvish uchun suv qilinganda o'sha suvni istinglar deganlar. Va vafot etganlaridan keyin u kishini vasiyatlari amalga oshirilgan va o'sha qalamlardan qolgan qirindilarga u kishini yuvish uchun suv istilgan va qirindilar qolib ketgan ham. Tasavvur qilyapsizlarmi? To'g'ri, endi avvalgi qalamlar hozirgidek bo'lmagan, lekin qanday bo'lganda ham, ya'ni shuncha qirindi chiqqan taqdirda ham suvni istadigan darajada qolaversa, u qirindilar qolib ketgan deyilyapti, suvni istib. Shu darajada, ya'ni ko'p bo'lgan. Demak, keyingi foyda bu Ibn Sukayniydan. Ibn Sukayniy shogirdlariga salomga hech qanaqa boshqa qo'shimcha qo'shmanglar degan.
Ya'ni bizda bo'ladi-ku, misol uchun, o'zimizda bor, ya'ni an'ana bu salomlashamiz. Juda ko'p uzun salomlashamiz-ku. Qo'shiladi, u qanday, bu qanday, bu qanday deydi. Misol uchun, Ibn Sukayni esa shogirdlariga kelganlaringda salom beringlar, undan boshqa hech nimani qo'shmanglar degan. Bu ham ularni naqadar vaqtga e'tiborli bo'lib, uni qadrlaganligini bir belgisidir. Mujduddin Abul Barakot shunday degan ekanlar. Tahorat kirib ketayotganlarida shogirdlariga "Mana bu kitobni o'qib turgin" deb aytar ekanlar. Tasavvur qilasizlarmi? Tahorat kirib ketayotganda ovozingni baland qilib o'qi der ekanlar shogirdlariga. Bu qanday tasavvur qilish mumkin? Bu bilmadim to'g'risi, bu tasavvurga sig'maydi, lekin bu yoqda san'atlari bilan keltirilganda, ya'ni shu kishi aytgan, deyilgan, mana shu narsalar haqiqatdan ham hayotda bo'lgan. Bog'larda ba'zida kitob o'qib o'tirganlarga ko'zlaring tushadi albatta. Ya'ni u odam ko'p o'tadimi, kam o'tadimi, ko'zlaring tushishi mumkin dars qilib o'tirganliklarini. Aynan mana shu narsadan Hofiz Xatib Bag'dodiy qaytarganlar. Ya'ni aytadilarki, bunaqa joylarda narsa o'qib bo'lmaydi, bunaqa narsalar ya'ni kirmaydi. Yo to'g'risi hamda, misol uchun o'tiradi, misol uchun mashinalar o'tib ketayotgan bo'ladi, bu yoqdan shovqin bo'ladi, o'tirib kitob o'qib o'tiradi. Shular biror narsani bir yodlaydimi deb men savol beraman o'zimga. Bu kishi aytadilarki, narsa yodlash uchun eng yaxshi vaqt bu sahar vaqti, undan keyin esa kunning yarmi. Keyin yana tunda narsa yodlash kunduzgidan ko'ra yaxshiroq. Och qoringa dars qilish to'q qorindagidan ko'ra yaxshiroq deydilar. Lekin umuman bir och qolib ketishni nazarda tutmaydilar. Ya'ni juda ham bir och qoladigan bo'lsa, albatta unda ham bir miyaga narsa kirmaydi. Shu sababli o'rtacha ovqatlangan holda dars qilish maslahat beriladi. Bu yerda keyin malollikni muolaja qiladigan, mudroqlik va mana dangasalikni quvadigan ba'zi, ya'ni to'g'rirog'i 12 ta narsa haqida so'z yuritiladi. Bulardan birinchisi saqich chaynash, ikkinchisi xonadan tashqariga ochiq havoga chiqish, uchinchisi bir xonadan boshqa xonaga o'tib, havoni almashtirish, to'rtinchisi esa sovuq yoki iliq suvda yengil hammom qabul qilish, beshinchisi yoqimli ichimlik ichish, ya'ni ko'p ichish emas, ya'ni ko'p misol uchun ichimlik ichsa odam uxlagisi kelib qoladi, shu sababli yengil nima qilish, ichish. Oltinchisi esa yengil taomlanish, yettinchisi esa do'sti yoki mana shu birga o'tirgan kishisi bilan suhbatlashish. Ya'ni zerikib qolganda, ko'p dars qilgandan keyin zerikkanda shu ozgina suhbatlashsa, shu dangasalikni yengadi deydi. 8-inchisi esa she'r o'qish, 9-inchisi Qur'on tilovat qilish, 10-inchisi esa o'tirish holatini o'zgartirish, 11-inchisi esa yurish yoki yuqoriga chiqish, 12-inchisi esa o'qilayotgan, o'rganilayotgan mavzuni o'zgartirish, ya'ni almashtirish. Ya'ni har xil kitoblar, har xil mavzularda o'qisa, shunda mudroq ketadi, dangasalik yo'qoladi deb kitobda maslahat berib o'tilgan. 120 ta kitob o'qigan qiz haqida yaqinda Instagramga video joylagandim. Ya'ni chet elda bir qiz 120 ta kitobni 2025-yilda o'qib tugatgan ekan va uni internetga joylagan ekan. Shundan so'ng u o'qigan kitoblarni ko'rib, ko'pchilik bu kitoblar fantastika yoki bo'lmasa romantik kitoblar deb, bu kitoblar foydasiz degan ko'p izohlarni bergan. Shu juda ham mashhur bo'ldi. Shuni men gapirib chiqqanimda, izohlar qismida juda ko'pchilik qanday kitob bo'lsa ham o'qiversin, hech bo'lmasa ozgina narsani o'rganadi, shunaqa nima ishlaring bor degan ko'p narsalarni gapirib o'tdi. Bu kitobda ham yoziladi, ilmni deydi, muhimini o'rganish kerak deydi. Masalan, 120 ta mana shu romantik va fantastik bir bo'lmag'ur bir kitoblarni o'qish, bu Instagramda o'tirib bekorchi, keraksiz reels videolar ko'rib o'tirish bilan bir xil deb o'ylayman. Shu sababli misol uchun birorta kitobni o'qishdan oldin mana biz chiqarayotgan hozir tahlillarga o'xshagan tahlillarni ko'rib, keyin o'sha kitobni tanlashni maslahat beraman. Keyingi nasihat bu Abbos Alaviyga tegishli, ya'ni u kishi aytadiki, aql idroking bilan barcha ilmlarni egallay olmaysan. Shu sababli kerakli ilmlarni o'rgangin. Mol davlating bilan hammani badavlat qila olmaysan. Shu sababli uni faqatgina ahli haqqa sarflagin deydi. Saxovating hammaga yetmaydi. Shu sababli uni ahli fazillarga saxovat qilgin. Bilginki, o'z ra'yingga ko'ra muhim bo'lmagan narsa bilan mashg'ul bo'lishing, muhim narsaga e'tiborsiz bo'lishing deyiladi. Vaqtni boy bermaslik to'g'risida barcha mana shu talaba ilmlar, ya'ni tolibi ilmlar yodlashi kerak bo'lgan Imom Suyutiyning 2 baytini kitobda keltirib o'tadi. Hozir uni sizlarga o'qib beraman. Shayximiz Kinoyi dedi bizlarga, ya'ni Kinoyi ularning shayxlari. Xatib otasining purma'no so'zin. Xatib bu, ya'ni Kinoyi shayxlari ularga
Xatib ismli ya'ni otasini bir so'zlarini aytganlar ya'ni. Shayximiz Kinoiy dedi bizlarga, Xatib otasining purma'no so'zin talaba shoshilgin 3 ta narsada tez yegin, tez yurgin hamda tez yozgin. Mana shu, ya'ni 3 ta narsaga e'tibor qaratish, tez yeyish, tez yurish va tez yozishga e'tibor qaratishni tolibi ilmlar shularga e'tibor qaratishi kerak deyilyapti kitobda. Kitobning oxiri esa mana shu yoshlarda vaqt ko'pligi qariyalarga qaraganda, shu qarib qolganda nadomat qilmasligi uchun yoshlikdan foydalanib qolish kerakligi haqida bir qancha o'gitlar yozib o'tilgan. Kitobni o'qish orqali buni bilib olish mumkin. Va biz shu yerda ushbu 12-kitob tahlilni tugatamiz. O'ylaymanki, kitob sizlarga albatta yoqadi agar olib o'qisanglar. Shu sababli hammaga maslahat beraman kitobni olib o'qishni. Va videoni shu joyda to'xtatamiz. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Keyingi sonlarda ko'rishguncha assalomu alaykum.